Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi velosipedimiz Bani Germaniya. Kompas holatlari ideal holatda ko'rishlaringiz mumkin. Razmeri 26 razmerda. Mana balonlar holati ham o'ta ideal, deyarli tuki bilan turibdi. Mana ramani metali temir. Apparatlar 3 talik yaponskiy apparat. Mana 3 talik yaponskiy apparat. İçi ochilmagan garantiyali apparat, ishlashlariga javob, biror garantiyasi bilan beramiz. Holatlari ideal holatda. Bunda Xitoy qo'yilgan joyda oldi fonari, mana bu отражатели, mana bu отражатель и mana bu отражатель. Faqat отражатель bilan fonar qo'yilgan, xolos Xitoy joyida, qolgan joyda родной holatda. Ko'rishlaringiz mumkin, holati o'ta ideal holatda. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska vositasidan chiqmasin. Apparatlar ishonchli, garantiyasi bilan beramiz. Biror garantiyasi bor. Holatlari ko'rishlaringiz mumkin, ideal holatda. Qo'l tormoz, oyoq tormozlari bor.